Sizlar bilan Quvonch Minecraft 2 qism boshlandi va bizning maqsadimiz olmos topishligini hammaga aytdim. Va albatta tezroq ovqat ham yig'ib olsak yaxshi bo'lardi. Ko'proq ovqat kerak biz uchun. Mana KFC pishirsak KFCga aylanadi, qo'yadi. Va yotog'imni rangini bo'yasam ham bo'ladi bu narsa orqali. Va men toshbaqa ustiga chiqamiz, yo chiqib bo'lmasiga. O steak ham topildi. Bu shaxta emasmi? Shaxta ekan. Bu shaxta ham tayyor. Endi ko'proq ovqat olish kerak. Nima deysizlar? Va akam sizlar bilan hozir salomlashadi. Assalomu alaykum. Ukamning obunachilari va men kanal ochilishiga ham sababchi bo'lgan akam bo'ladi. Hech kim poddeshka qilmayotgan paytda akam bos uka olg'a deb meni poddeshka qilgan va shu orqali men shuncha videolar olaman. Bizga ko'mir ham kerak. Fakir qanday bo'ladi albatta. Boyki joydan chiqdik-ku. Yo, bu yer juda ham kichkina kon. Ham qorong'u. Konlarning qaysi yorug' bo'lgan? Chiqmay qolyapti. Kechqurun ham bo'lib qopti. Va boshqa joylarga ketish kerak. Undan oldin yo bo'ldi. Steakni olmaydim o'zim. Jarlikka tashlamayman. Bir dona steak uchun o'zimni. Bizga qul ham kerak. Hozir tezda lapatga olib qulni olamiz. Chunki yaqinda deraza yasash kerak. Derazaga ham kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yog'och tayoqchalarni yasaymiz. Keyin esa temirdan lapatga so'raydi. Nima kerak temirdan lapatga? Kech ham bo'lib qoldi. Yotog'ini qo'yamiz, bosamiz. Nima yo'qlamayapti? Bo'ldi. Obunachilar va biz deyarli tayyor bo'lib ham qoldik. Va ikkinchi kun boshlandi. Yaxshigina ko'proq daraxt kerak, chunki shaxtaga tushgandan so'ng bizga daraxt juda ham ko'proq kerak bo'ladi. Va endi tepaga qarab chopamiz. Va yaxshi. Hozir kattaroq shaxta qidiramiz yoki daraxt zo'r. O'rmondan topilib qoldi. Hozirda portalmi? Tez daraxt chop bo'lish kerak portalga ichida. Temirli kiyimlar yoki olmosli kiyimni umid qilmayman. Tillali narsalar bo'lishi kerak. Yoki olovli doiracha. Va bolalar, endi portalning yoniga qarab boramiz. Qanday olmoslik kirganimiz bo'lganda, hozir portalni sindirib olgan bo'lardik. Oltin bo'lishidan umidim katta. Chunki narsalar bo'lishi kerak. Mana sandiq ham bor. Va nether bloklar mana bularni olaman albatta keyinroq. Sekinlik bilan ichini ochamiz. Jajgalka va temir bo'lakchalari. Bulardan albatta 2 ta temir olsam bo'ladi va temirli kirkaga ham olsam bo'ladi. Omadim yaxshigina kelyapti va yondirgalka ham topib oldim. Va mana olovli shar ham. Va endi albatta birinchi navbatda kirib qoladigan biz birinchi 2 dona temirimizni olamiz. Va endi tayoqcha olamiz. Va salom temirli kirka. Yer toshli kirka. Endi shaxtaga tayyormiz degan umiddaman. Oldin mana bu yerdagi bloklarni ham sindirib olish kerak. Yo, mana bularni sindirish kerak demoqchiman. Bular hali bizga tuzoqlar qurishga aniq kerak bo'ladi. Bular chunki mana yaxshigina jonlabdi. Ustiga chiqishingiz bilan joningiz ketishni boshlaydi. Agar aslaqangiz bo'lsa, ketish ehtimoli juda ham kam. Agar aslaqangiz bo'lmasa, ketishi aniq. Va men asal ham olardim, butilkam yo'q albatta. Va sekin. Oltin blok. Oltin blokini olishga harakat qilib ko'rmoqchiman, lekin temirli bilan sinarmikan? Olmos
Mayli bir harakat qilib ko'ramiz. Mana bu yog'ochlar ketgan o'rniga toshlarni olamiz. Yoniga blok, yana bir blok, yana bir va shu yerni o'rab qo'yamiz xolos. Tagida lava yo'qmi? Hozir tekshirib ko'raylik-da. Tagida lava bo'lsa lekin chatoq bo'ladi. Tagida lava yo'q, ishonchli. Va endi davay sindiramiz. Oltin blok oldim. Yaxshi qarang, temirdan kirkatam. Uy. Bekor qildim o. Butun boshli o'rmonga o'tqizib yuborma. Ne? Otding ichida. Bir daqiqa surish kerak bo'ldi. Men hech bir qilmadim. Hech narsani ko'rmadim. Deganday qilib suramiz bu yerdan. Endi kattaroq bir shaxta qidirish kerak. Va shaxta ham topildi deb o'ylagandim. Lekin adashibman. Kattaroq tog'li joy topish kerak. Tog'li joyda ko'proq shaxtalar bo'ladi. Daraxt zordaligimiz ham esimdan chiqib ketdi. Ko'proq daraxt, yog'och kerak. Va bolalar, Instagram profilimga ham obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim. Jasurbek Shokirov degan Instagram profilimga obuna bo'lib qo'ying. U yerda ham qiziqarli videolar qo'yaman. Obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Va yaxshilab sindirishni, yaxshilab ko'proq yog'och olamiz. Va bolalar, sizlar bilan keyingi safar boshqacharoq videolarda ham qatnashamiz. Balki Face Mobile'da gaplashamiz yoki eFootball yoki PUBG Mobile'da ham gaplashishimiz mumkin. To'g'rirog'i, shunaqa o'yinlarda ham video qo'yishimiz mumkin. Vaziyatga qaraymiz-da. Nima qilamiz boshqa? Va tezroq ko'proq daraxt chopib, tezroq ko'ngil temir topgim kelyapti. Keyin birinchi qiladigan ishimiz topor yasayman. Undan so'ng ikkinchilikdagi gap bu katta tog' ko'rindi. Tog'ga borish kerak. O'rtasida teshaman. Keyinroq esa yo'l yo'lagiga daraxt chopib ketsam hech bir qilmasa kerak. Nimaga chiqmaydi bu? Qani bos. Sekingina yo'llarni olamiz va ketdim. Bolalar, bilsangiz agar bu ikkinchi qismim. 3 chiqsam ham chiqishini xohlasangiz obuna bo'ling. Men shaxta tugul, men ko'mir ham shaxta ham topdim. Ikkalasi bir joyda ekan. Va tezroq chiqib ko'mirni olamiz. Va fakil yasaymiz. Va ko'mirlarni tez olib olamiz. Temirlik kirkani boshqa narsalar uchun ham ishlatamiz. Shuning uchun hozircha ishlatmay turamiz. Toshlik kirkasini shirikitamiz. Ko'mirlar tugadi, demak, bu yerga tosh qo'yib chiqib ketamiz. Hozir bolalar, bir daqiqa nimagadir bo'ylab tuzatib oldim. Men o'ylamang, elbetlarimga hech narsa solganim yo'q. Hamma narsaga yog'och qo'lim, toporim bilan tekib ketgandim, shuning uchun oldim. Va sal qo'rqinchli emas bu suv ichida. Juda ham katta shaxta. Shunaqa joylar temir ko'p bo'ladi, shuning uchun bu yerga kirgim kelmadi nimagadir. Shunchaki ko'mirlarni olamiz va ketamiz. Unchalik ham bu yer menga yoqmadi. Ko'proq resurs yig'ish kerak. Vaqtni behuda ketkazmaslik kerak. Tezroq boshqa shaxtaga borib, boshqa temirlar, narsalar topish kerak. Suvga tushmasam barib qo'ymaydi. Mana bu yerda ham shaxta ko'rgandim. Bunisi ham suvlimi? Hamma shaxtaga suv oqib ketgan. Bu turishda oxiri o'zim teshaman. Bolalar, oxiri bitirishda o'zimiz teshamiz. Ani o'zimiz teshamiz bu holatda.
O'ylamanglar-ku, bu holatda aniq o'zimiz teshishimiz kerak. Bunaqasiga bo'lmaydi. Vopoq. Davay. Ketdik. Yiqilgan daraxt topildi. Bo'sh vaqtimda albatta men mana shunaqa videolar olib, uni YouTube'ga joylashni yoqtiraman. O'zimga kuchukcha topdim. Qani kechqurun skelet chiqqanda skelet chiqishga ketib suyak yozdim. Mana ko'k gullar. Bolalar, biz yaxshigina chuqurga tushib ketyapmiz. Ishqilib tagiga suv bo'lmasa bo'ldi deydi. Buni sezyapti, temir pastda bo'ladi albatta. Sal qo'rqyapman-u. Tezgina fakirlasa olmasam, ishtaramni qo'llab qo'yishim mumkin. Ya, umuman ishlamay qoldi lekin. Shu joy ssenariyda yo'q edi-yu. Ichiga kiramiz va fakel, bizga keraksan fakel. Tezroq fakel olish kerak. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Nima eshitdilar? Yo, men shunday tuyulyaptimi yo eshitdim ichimdan. Ko'rib bolalar, yaqinda 3-qismini chiqaraman. Bo'pti, xayr, sizlar bilan Quvonch Minecraft edi. Va albatta maqsadimizni bajaramiz. Olmos opish. Xayr, sog' bo'ling do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Va Instagram profilga ham. Xayr, sog' bo'ling.